Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana shu xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Bu xonadonimizda 175 kvadrat gabus g'ishtli novostroykamiz bo'ladi. Plus bitta parkovkamiz bor, подземной. U ham где-то 20 ming, 25 ming turadi, chunki bu qimmat novostroyka. Orientirimiz Aka City. To'liq ma'lumot qani ko'rsatib chiqaman. Kirish qismimizda bo'ladi, stroyniy shkaflar, cho'pli pollar qilingan. Bu yog'imizda oshxonamiz ham ko'rasizlar, juda ham keng, ishlab qilingan. Texnikamiz hammasi bo'sh qo'yilgan. Bular hammasi krashenniy. Bu yoqda esa balkonchigimiz bor, ko'rasizlar. Dvorimiz ham juda ham xo'shni zeleный dvorlar qilingan do'stlar. Etajimiz ham sredniy etaj. Eshiklar ko'rasizlar qalinligidan juda ham yaxshi eshiklar o'rnatilgan do'stlar. Bir xo'shgani ham qarang, kattagina, kenggina qilingan. Bu yoqda spalnimiz bo'ladi. Spalni ko'rasizlar, anchagina keng. Bu yoqda stroyniy shkaflari o'rnatilgan. Bu yoqda esa общий sanuzilimiz joylashgan do'stlar. Idealniy remont qilingan. Juda ham chiroyli. Bu yoqda esa prochkamiz bor. Stelkalarimiz ham hammasi bo'sh, nemetskiy. Bu yoq zalimiz bo'ladi. Ko'rasizlar, juda ham katta zalimiz. Xo'p, bu yoqda esa master spalnimiz, o'zini sanuzili bor. Spalnimizni ko'rinish holati bu yoqda. Bu yoqda o'zini bunaqangi shkafliklari bor. Uyimizning narxi 350 ming, 180 kvadrat bitta parkovkasi bilan birga. To'liq ma'lumot telefon orqali tez. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Faqat bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Zo'ringlar kutib qoling yanada.